O'shandan keyin o'sha odam ikkinchi sigaretga qo'l cho'zadi, keyingisini olishga harakat qiladi. Bugungi suhbatimizda Gulnoz Yusupova o'sha dolzarb muammolardan bittasini olib chiqishga harakat qilamiz, suhbatlashamiz. Yoshlar o'rtasidagi, nafaqat yoshlar, kattalar o'rtasida ham chakish masalasi. Chakish juda ham qattiq rivojlanib ketayotgan masalasi bo'yicha o'z fikringizni bildirsangiz, shuni so'ramoqchi edim sizdan. Juda ham muhim masalani ko'taribsizlar. Chekish masalasini nafaqat kattalarda, yoshlarda kuzatyapmiz, balki hattoki maktab yoshidagi bolalarda ham kuzatilyapti. Nafaqat sigareta, balki turli xil ichimliklar, turli xil konfetlar shaklida kirib kelyapti. Shunaqa. Eng yomon taraflaridan bittasi, oldin masalan, chekish deganda faqat sigaret xayolga kelardi. 5-6 xil bunaqa turlari bor, chekiladigan anaqa moddalarni, o'sha nikotin moddasini saqlovchi har xil ustroystvolar, shunaqalar rivojlanib ketgan. Demak, bola sigaretni birinchi qabul qilganda, bu dopamin retseptorlari orqali miyaga shu 5-7 sekund davomida yetib boradi bu signal va xuddi rohatlanish, baxt gormoni deymiz, shu narsani sezadi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin keyingi dozani qabul qilishi miya so'raydi. Organizm o'sha miyani sezadi chiqib ketganini, keyin o'sha miya o'zini o'sha 2 soat davomida bo'lgan holatini so'raydi. O'shandan keyin o'sha odam ikkinchi sigaretga qo'l cho'zadi, keyingisini olishga harakat qiladi. Shu o'sha nima deydi, rohatlanish yoki qanaqadir doza olish maqsadida emas, o'sha holatiga qaytish uchun keyingi sigaretga, keyingi o'sha nikotin moddasini sostavida bor любой bir anaqadan olishga harakat qiladi. Shuning uchun bolalarga shu baxt gormonini sigaret orqali emas, balki o'zini shu baxtini, o'zini shu rohatlanishini badiiy kitob orqali sezishi, sport orqali sezishi, hamma sport turlari juda ham zo'r baxt gormonini beradi va bolani yaxshi rivojlanishiga, aqliy va jismoniy rivojlanishiga sabab bo'ladi.